Sizlar eringiz bilan umuman urushmaysizlar deb ko'pchilik so'raydi. Oho, biz urushish bo'yicha rekord qo'ysak ham bo'ladi. Bu esa mana fasadini ustini artayotganimda shkafi shpitsa bo'ladimi? Qo'rqib ketdim-ku. Bilsam o'zi shaltoq ekan, necha yillardan beri shu ahvol deydi. Bu yildagi eng oxirgi 3 ta zakazimda bugun tugatib olsam, marra maniki deb o'zim aldab ishlab yotibman-ku. Hayolimda endi yangi yil stoliga men hamma narsani pishirib tashladim-ku. Pishiriqlardan tortib somsalargacha charchab ketdim o'ylarimdan bor-ku. Paytdan foydalanib sizlarni hammalaringizni yangi yil bilan tabriklamoqchiman. O'ng tomonga qarasangiz baxt, chap tomonga qarasangiz quvonch, to'g'riga qarasangiz boylik sizlarni kutib olsin. Mani kayfiyatim zo'r, sizlardachi? Birinchi zakazimda ishlayotgan paytim uncha qor yo'q edi. Ikkinchi zakazimdan chiqsam hamma joy oppoq qor-ku, qariydi sinfdoshlar, dugonalarim yonimda bo'lsa, qor bilan o'ynasak deb xayolan o'tkazdim. Uyga kela solib somsamni xamirini kelinimga bir pasda qildirib tashladim. U orada erim baqirib qoldi. Qornim och qolib ketdi, nima meni bitta ham o'ylamaysan deb.